Sizni boshqalarga qanday tanishtirasan? Yomon aka. Ha? Qashlik har bitta gapingga qo'shadigan qo'shimchang. Qayerdan boshlayman? Qana? Smurf. Smurf qanaqadir? Ikkita so'zda, lekin bittasini yozmadik, chunki uni davomi so'kirishdi. Yashash. Yashash. Bo'ldi, yani. Bu ana seni ko'p etadigan gaplaringdan emas. Lekin juda ham qanaqadir yirik mavjudot, juda aniq. Shunaqa bo'lyapti, sekin-sekin. Mana vaqt kelganda ko'p gapiramiz. Biz hamma aytamiz. Sizlar ko'proq aytasiz. Yirik mavjudot. Instagramni fidan so'ylab. Abul Bo'ldi, ko'proq bo'ldi. Abul bo'ldi. Stol ustida ovqat ko'rib qoldingda, nima deysan? Kimniki? Yo'q. Ha, yemaysanmi? Har bir narsa aytyapsan, qayergadir boringlar, nimadir deding, yo nimadir ish buyurdingda, yo desam nima deysan? O'zing aqllisan-ku deyman. Qara. Ishonmasang, babi, qo'shib. Har bitta gapingizda gapirasan, ishonsang ishonmasang har bitta gap. Что bu gapim ma'ni tashxis qilishim isbotga ana. Ha. Vallahi. Urushganingda eng ko'p gapiradigan gaping, ana prilipli bo'lib ketsa ham gapirasan, qattiq urushganingda ham gapirasan, ko'proq hazil qilib. Ammo. Mana hozir ham o'tiribsiz. Koreycha gap. Sarangyo. Boshqa. Kamsamnida. Boshqa. Kero. Annyeonghaseyo. Koreyscha so'zmi o'zi bu? Orchi ko'ringchi. Nima u? Haqqadir shoshilib ketayotganimizni nima deysan? Sekinroq. Qizlar, to'xtab turgan bo'lasiz. Sekiroyolar deb qo'yadi, to'xtab tursin. Yugursa, poyezddan tushlaring deydi. Yugursa.